Bitta o'q bilan 3 ta quyonni urishga xohlaysizmi? Ushbu videoni oxirigacha ko'ring. Men nima demoqchiligimni keyin tushunib olasiz. Hozirgi kunda Texnomart, Huawei telefon kompaniyasi va Mobius o'rtasida zo'r aksiya ketyapti. Ulgurib qoling. Menimcha bu bomba, basha dahshat. Texnomartdan Huawei telefonini xarid qiladigan bo'lsangiz, xuddi shu belgilangan telefon narxini siz 12 oy mobaynida foizlarsiz. Ya'ni 0.012 bo'lib to'laysiz. Huawei telefonini agar siz xarid qiladigan bo'lsangiz, xohlagan modelini xarid qiladigan bo'lsangiz, Mobius tomonidan sizga 3 oy mobaynida 60 tarifini sizga tekin yo'lab beradi. Bu degani 3 oy mobaynida 60 tarifini ishlata olasiz. Juda ham zo'r-a? Telefon xarid qilyapsiz, naqd pulga olmayapsiz-da, 12 oy mobaynida bo'lib to'layapsiz. Huawei'ni olganingizdan keyin sizga Mobius tomonidan juda ham zo'r imkoniyat. Qarang, bu degani bitta o'q bilan 3 ta quyonni urdi degani. Texnomart, Huawei, Mobius kompaniyalariga minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Mana shu ma'lumotni sizlarga ulashgim keldi. Kimda kim telefon xarid qilmoqchi bo'lsa, mana shu Huawei telefonini xarid qiling. Men yaqinda oldim. Juda ham zo'r ekan, 14 Pro ni oldim. Moshni. Men sizga hozir ta'riflab bera olmayman. Belgilangan narxini xohlasam naqd pulga olsam bo'lardi. Yo'q, Texnomart menga qulaylik qilib berdi. 12 oyga bo'lib to'laydigan bo'ldim. Menimcha zo'r taklif deb o'ylayman. Mana shu videoni telefon olaman deb yurgan do'stingizga yuborib qo'ying, manfaatli bo'ladi. Like bilan bitta podpiska bosib qo'ysangiz, juda ham xursand bo'ladi. Salomat bo'ling. Bundan qiziq ma'lumotlarni sizlarga ulashib boraman.